150-200 million so'm pulingiz bor. Urganch City'dan kvartira olacaksınız. Size zo'r taklifni berib o'tamiz. Videoga bir like'ni bosib yakunlaringizni berib turing. Obzorimizni boshlaymiz. Kvartira birinchi qavatda joylashgan, umumiy 83 metr kvadratga ega bo'lgan, mashinangiz uchun parkovkalari, besedkalari, детский площадка, maktab, bog'cha, IT parklar, undan tashqari yana yosh katta og'alarimiz, akalarimiz uchun besedkalarga ega bo'lgan, suv gaz svetidan muammosi yo'q, dinch mahalladan yo'lning ustuna yaqin bo'lgan kvartirani obzor qilamiz. Kvartirani prixoshya qismi keng olingan. Qarang beri umolnik qo'yib beradigan bo'lsangizlar, sanuzil отдельный, hojatxonasi отдельный. Giravash полный hammer cho'pli pol qilingan, xonalar ham bo'lishar. Bu ham tomonimiz ham отдельный mebel zonasi bo'ladi. Giravashimizda do'rg'a o'tadigan bo'lsak, katta zali bo'ladi. Zalni ham alohida e'tibor etasiz, hovli joylanikining keng va elli ishlangan. Oldindan 211 million so'mni beradigan bo'lsangiz, qolgani kreditini obunachilar davom ettirib bersangizlar ham bo'ladi ekan obunachilar. Dokument hamma narsasi taq. Navbatdagi xonasi bu oshxonasi bo'ladi. Oshxonasida ham hamma montaj ishlari qilingan, tayyor uchetishlar hamma joy qo'yilgan. Fartuqlarni qo'yib, mebellarni qo'yib, o'zingizni didingizdan moslab remont qilib beraverasizlar obunachilar. Razmerlar ham keng olingan. Ikki oynasi ikki ham boshqa qaragan, ikki oynasi oldindan qaragan xonalari bo'ladi. Katta родительский spalniya xona uchun ideal variantdagi katta va enli spalniya xonasi. Bu ham tarafda esa детский площадка tomoniga qaragan katta oynasi. Navbatdagi xonasi bolalar uchun yoki zal qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yana bir spalniya xonasi yoki zal sifatida foydalansangiz bo'ladigan katta enli 3,5 metr, 4,5 metrda olingan xonasi bo'ladi obunachilar. Umumiy 83 metr kvadratli bu joyimizning narxini xohlasangizlar 5 million 800 ming so'mdan naqd tashlab olsangiz bo'ladi kvadratini, yoki bo'lmasa oldindan 211 million so'm, 210 million so'm atrofida pulni berib, kreditini davom ettirib ketsangizlar ham bo'ladi. Egasini nomerini ekranda qoldiramiz, bog'lanib kelishib xarid qilishingiz mumkin. Videoga like bosib, Urganch City'dan birinchi qavatdan shuning tochkadan joy qarab yaqinlaringiz bo'lsa, videoni yarib qo'yishimiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.